Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan hayotimizda, ayni iqtisodiy faoliyatimizda juda katta o'zgarishlar keltirib chiqaradigan, ko'pchilikning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan yangi qonun haqida batafsil gaplashamiz. Bu mavzu shunchaki bir qonun loyihasi emas, balki mamlakatimiz iqtisodiyotidagi tub islohotlarning muhim bir qismidir. Agar siz o'z biznesingizni yuritayotgan bo'lsangiz yoki yaqin kelajakda boshlashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ayniqsa kichik tadbirkorlik yoki o'z-o'zini band qilish sohasida ishlasangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Qonunning har bir bandi sizning kelajagingizga, daromadingizga va ijtimoiy himoyangizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Ushbu qonun har bir fuqaro, har bir tadbirkor uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi yoki aksincha ba'zi narsalarni qayta ko'rib chiqishga majbur qilishi mumkin. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumot hammaga yetib borishi kerak. Keling, avvalo muammoning mohiyatiga chuqurroq nazar tashlaylik. Yangi qonun qabul qilinishidan oldin mamlakatimizda o'z-o'zini band qilgan fuqarolar yoki juda kichik tadbirkorlik subyektlari uchun rasmiy ishlashning juda ko'plab to'siqlari mavjud edi. Tasavvur qiling, siz oddiy bir sartaroshsiz, duradgorsiz. Usta yoki uyda hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan ayolsiz. Siz xizmat ko'rsatasiz yoki mahsulot yaratasiz. Lekin buni rasmiylashtirish juda murakkab jarayon edi. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish uchun bir qancha qog'ozbozliklar, turli idoralararo tashriflar, ruxsatnomalar olish zaruriyati, soliq yukining og'irligi ko'pchilikni norasmiy faoliyat yuritishga majbur qilardi. Bu esa o'z navbatida davlat byudjetiga tushumlar kamayishiga, eng muhimi, o'z-o'zini band qilgan fuqarolarning ijtimoiy himoyasiz qolishiga olib kelardi. Ular pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma qilmasdilar. Tibbiy sug'urta yoki boshqa ijtimoiy kafolatlardan mahrum edilar. Masalan, oddiy bir taksichi o'zining shaxsiy avtomobilida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanar edi. Lekin buning uchun maxsus litsenziya olish, soliq to'lash juda qiyin va qimmatga tushar edi. Natijada u doimiy ravishda jarima xavfi ostida ishlar, mijozlar ishonchsizligi bilan yashar va ijtimoiy kafolatga ega emas edi. Kichik tadbirkorlar uchun esa bu jarayon yanada murakkabroq edi. Chunki ularga nafaqat soliqlar, balki doimiy hisobotlar, tekshiruvlar va boshqa qog'ozbozlik yuklari ham qo'shimcha bosim o'tkazardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi qonun aynan shu muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, u o'z-o'zini band qilish tushunchasini sezilarli darajada kengaytirdi va bu faoliyat turini ro'yxatga olishni misli ko'rilmagan darajada soddalashtirdi. Aslida yangi qonun iqtisodiyotni oqartirish, ya'ni norasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan millionlab fuqarolarni qonuniy maydonga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu ularga nafaqat rasmiy maqom beradi, balki soliq imtiyozlari, ijtimoiy sug'urta va davlat tomonidan kafolatlangan himoyani ta'minlaydi. Endilikda mobil ilova orqali bir necha daqiqada o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish mumkin. Tasavvur qiling, ilgari buning uchun bir haftalab vaqt, bir necha 100 ming so'm xarajat qilish kerak bo'lsa, hozir bu deyarli bepul va juda tez amalga oshirilmoqda. Bu qonun mamlakatimizdagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishiga yangi turtki beradi. Aholining daromadlarini oshirishga va bandlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Keling, endi ushbu qonunning har bir jihatini batafsil tahlil qilaylik. Kimlar uchun bu qonun ayniqsa dolzarb va kimlar bu borada tashvishlanishi kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin. Avvalo, bu qonun o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun, ya'ni yakka tartibda xizmat ko'rsatuvchi yoki mahsulot ishlab chiqaruvchi fuqarolar uchun g'oyat muhim. Bu toifaga individual ishchilar, frilanserlar, turli ustalar, hunarmandlar, sartaroshlar, kosmetologlar, uyda oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlovchilar, tarjimonlar, dasturchilar, dizaynerlar, repetitorlar, avtomobil ta'mirlovchilar va boshqalar kiradi. Qonun bu ro'yxatni sezilarli darajada kengaytirdi va hozirgi kunda 100 dan ortiq faoliyat turi o'z-o'zini band qilish ro'yxatiga kiritilgan. Agar sizning daromad manbaingiz shunday faoliyat turlari bilan bog'liq bo'lsa, siz albatta yangi tartibga ko'ra ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu sizga rasmiy maqom beradi va kelajakdagi ijtimoiy kafolatlarni ta'minlaydi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida hech kim tashvishlanmasligi kerak. Chunki bu qonun fuqarolar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Lekin shuni ta'kidlash joizki,
Agar siz hozirgi kunda norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday ro'yxatdan o'tmasdan yuqorida sanab o'tilgan faoliyat turlarida ishlayotgan bo'lsangiz, kelajakda tekshiruvlar va sanksiyalarga duch kelishingiz mumkin. Davlat endilikda har bir fuqaroni rasmiy maydonga jalb qilishga intilmoqda va bu jarayon tobora kuchayib boradi. Shu sababli norasmiy ishlashda davom etish kelajakda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, siz uyda tort pishirib sotayotgan bo'lsangiz va o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmasangiz, bir kun kelib soliq idorasi xodimlari sizning faoliyatingiz haqida xabar topishlari va sizni norasmiy faoliyat uchun javobgarlikka tortishlari mumkin. Bu esa qo'shimcha jarimalar va yo'qotishlarga olib keladi. Shu bois qonuniylashtirish bu sizning manfaatingizga xizmat qiladi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Rasmiy ish joyiga ega bo'lganlar. Ya'ni korxonalarda yoki tashkilotlarda mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan fuqarolar uchun bu qonun bevosita ta'sir qilmaydi. Ular uchun ish beruvchi barcha zarur ajratmalarni amalga oshiradi va ijtimoiy kafolatlarni ta'minlaydi. Yirik biznes egalari ham ushbu qonun doirasida bevosita ta'sir ostida emaslar. Chunki ular uchun boshqa soliq va huquqiy normalar amal qiladi. Biroq yirik biznes egalari ham o'z xodimlarining bir qismini, masalan, yordamchi ishchilar, mavsumiy xodimlar, part-time ishchilar, o'z-o'zini band qilgan shaxslar sifatida rasmiylashtirish imkoniyatini ko'rib chiqishlari mumkin. Bu ularga soliq yukini optimallashtirish va xodimlar uchun qulaylik yaratish imkonini beradi. Keling, konkret hayotiy misollar bilan tushuntirib beray. Misol Malika ismli ayol uyda to'y liboslari, kelinlik ko'ylaklari tikish bilan shug'ullanadi. Ilgari Malika o'z mahoratini va iste'dodini qonuniy asosda ro'yxatdan o'tkazishga qiynalardi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish uchun uni qancha qog'ozlar, ruxsatnomalar, hisobotlar kutayotganini tasavvur qilib, u shunchaki qo'l siltagan. Natijada Malika norasmiy faoliyat yuritgan. Bu shuni anglatar ediki, uning rasmiy daromadi yo'q edi. U soliq to'lamasdi, lekin pensiya jamg'armasiga ham hech qanday ajratma qilmasdi. Mijozlari uning ishiga nisbatan ishonchsizlik bilan qarashlari mumkin edi, chunki u rasman ishlamasdi. Reklama qilish ham qiyin edi, chunki o'zini qonuniy tadbirkor sifatida ko'rsata olmasdi. Har bir buyurtma, har bir tikilgan libos uning uchun xavf ostida edi. Eng muhimi, u kelajakda nafaqat pensiyadan, balki kasallik varaqasi bola parvarishi bo'yicha nafaqa kabi ijtimoiy kafolatlardan mahrum bo'lar edi. Endi esa yangi qonun Malika uchun ajoyib imkoniyat yaratdi. U soliq mobil ilovasi orqali bir necha daqiqada o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ta oldi. Tikuvchilik uning faoliyat turlari ro'yxatiga kiritilgan. Endilikda Malika har oyda belgilangan minimal miqdorda ijtimoiy soliq to'laydi. Masalan, bazaviy hisoblash miqdorining kamida 1 baravari, ya'ni hozirda 300 ming so'm atrofida. Bu summa har yili o'zgarishi mumkin. Bu to'lov uning pensiya stajini shakllantiradi va kelajakda pensiya olishga imkon beradi. Rasmiy maqomga ega bo'lgan Malika endilikda o'z xizmatlarini ochiqchasiga reklama qila oladi. Mijozlari unga ishonadi. Chunki u qonuniy ravishda ishlaydi. U hatto o'zining shaxsiy tovar belgisini ham ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Natijada Malika o'zining iste'dodini to'laqonli namoyon qila oladi. Daromadini oshiradi va ijtimoiy jihatdan himoyalangan bo'ladi. Misol Alishar ismli yigit. U shaxsiy avtomobilda taksichilik qilib kun kechiradi. Ilgari Alishar yo'lovchi tashish faoliyatini qonuniy tarzda amalga oshirish uchun avtotransportda yo'lovchi tashish litsenziyasini olishi, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishi, so'ngra bir qator soliq va boshqa majburiyatlarni bajarish kerak edi. Bu jarayon juda murakkab, uzoq va qimmatga tushar edi. Litsenziya olish uchun mashinani texnik ko'rikdan o'tkazish, tegishli talablarga javob berishi, sug'urta polisini olish kabi talablar bor edi. Natijada ko'plab taksichilar kabi Alishar ham norasmiy ravishda faoliyat yuritardi. Bu esa har doim jarima solish xavfi ostida bo'lish, militsiya va soliq xodimlari bilan muammolarga duch kelish, har bir mijozni qo'rquv bilan qabul qilish degani edi. Yo'l transport hodisasi yuz berganda ham uning sug'urtasi bo'lmasligi yoki yuzaga kelgan zararni qoplash muammoli bo'lishi mumkin edi. Ijtimoiy himoya, pensiya haqida esa gapirishga ham hojat yo'q. Yangi qonun Alishar kabi taksichilar uchun alohida bir bo'limni ko'zda tutgan. Endilikda ular o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishlari va belgilangan maxsus soliqni to'lashlari orqali litsenziyasiz faoliyat yuritishlari mumkin. Ayrim cheklovlar bilan. Masalan,
faqat shaharning ma'lum bir hududida yoki faqat applikatsiyalar orqali ishlash kabi. Masalan, ular ham minimal ijtimoiy soliqni to'lab, o'zining pensiya stajini ta'minlaydilar. Bu ularga qonuniy maqom beradi. Jarimalardan xalos qiladi va mijozlar ishonchini oshiradi. Bundan tashqari, rasmiy faoliyat yuritish ularga kelajakda bankdan kredit olish, avtomobil sug'urtasini arzonroq shartlarda rasmiylashtirish kabi qo'shimcha imkoniyatlarni ham beradi. Misol 3, Dilnoza ismli yosh ayol. U qo'lda ishlangan sovunlar. Shaxsiylashtirilgan sovg'alar va boshqa hunarmandchilik mahsulotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali sotadi. Uning daromadi muntazam, ammo har oyda o'zgarib turadi. Ilgari Dilnoza o'z daromadini rasmiylashtirishda muammolarga duch kelardi. Ya'ni mahsulotlarni ommaviy ishlab chiqaruvchi bo'lmagani uchun korxona ochish unga to'g'ri kelmasdi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik ham uning uchun biroz murakkablik tug'dirardi. Ko'pincha bu kabi faoliyat norasmiy darajada olib borilar. Pul o'tkazmalari shaxsiy bank kartalari orqali amalga oshirilar edi. Bu esa Dilnoza uchun ham, davlat uchun ham salbiy oqibatlarga olib kelardi. Uning daromadi rasmiy hisoblanmasdi. Uning kelajakdagi ijtimoiy kafolatlari kafolatlanmagan edi. Yangi qonun tufayli Dilnoza ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'toldi. Hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish uning faoliyat turlari ro'yxatiga kiritilgan. Endi u har oyda belgilangan minimal ijtimoiy soliqni to'laydi. Bu unga faqatgina ijtimoiy kafolat beribgina qolmay, balki o'z mahsulotlarini ochiqchasiga reklama qilish, to'lovlarni rasmiy bank hisobi orqali qabul qilish, hatto chet elga eksport qilish kabi imkoniyatlarini ham ochdi. Bu uning biznesining ishonchliligini oshirdi va mijozlar bazasini kengaytirishga yordam berdi. Keling, endi ushbu qonundagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlarga e'tibor qarataylik. Har qanday qonunda bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'ziga xos murakkabliklar va e'tibor berish lozim bo'lgan nuanslar mavjud. Istisnolar yangi qonun barcha faoliyat turlarini o'z-o'zini band qilishga ruxsat bermaydi. Masalan, litsenziyalash talab qilinadigan yirik biznes turlari, masalan, tibbiy xizmatlar. Agar alohida mutaxassislik va litsenziya talab qilinsa, bank ishi, telekommunikatsiya xizmatlari yoki farmatsevtika faoliyati bu ro'yxatga kirmaydi. Shuningdek, xavfli ishlab chiqarish, jinoiy faoliyat turlari yoki qonun bilan taqiqlangan boshqa har qanday faoliyat ham bu imtiyozdan foydalana olmaydi. Muayyan faoliyat turlari uchun maxsus talablar saqlanib qolishi mumkin. Masalan, taksichilar uchun mashinaning texnik holati, haydovchilik guvohnomasining tegishli toifasi kabi. Shuning uchun o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishdan oldin o'zingizning faoliyat turingiz ushbu qonun doirasiga kirishiga ishonch hosil qilishingiz zarur. Buni Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytida yoki soliq mobil ilovasida joylashtirilgan ruxsat etilgan faoliyat turlari ro'yxatini ko'rib chiqish orqali amalga oshirish mumkin. Tuzoqlar. Noto'g'ri ro'yxatdan o'tish. Ba'zi fuqarolar o'z faoliyat turini noto'g'ri tanlashi mumkin. Masalan, siz to'g'risini aytganda miniseks bilan shug'ullanib, hunarmandchilik deb ko'rsatishingiz yoki ko'p yo'llanma ishchilarga ega bo'lgan holda yakka tartibda xizmat ko'rsatish deb ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Faoliyat turini noto'g'ri tanlash kelajakda soliq idorasi bilan muammolarga, qayta ro'yxatdan o'tish zaruratiga yoki hatto jarimalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ro'yxatdan o'tishda juda ehtiyot bo'lish va o'zingizning real faoliyatingizni to'g'ri aks ettirish muhimdir. 2. Davomiy majburiyatlar haqida unutish. O'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish bu barcha majburiyatlardan xalos bo'lish degani emas. Siz har oyda ijtimoiy soliqni o'z vaqtida to'lashingiz shart. Bu to'lov sizning pensiya stajingizni sharhlantirish uchun asos hisoblanadi. Agar to'lovlar muntazam amalga oshirilmasa, pensiya staji uzilishi mumkin. Ba'zi faoliyat turlari uchun esa bank hisoblari va kassa apparati talablarining o'ziga xos jihatlari bo'lishi mumkin. Masalan, agar sizning aylanmangiz ma'lum bir miqdordan oshsa, sizning maqomingiz avtomatik ravishda yakka tartibdagi tadbirkorga o'zgarishi va qo'shimcha majburiyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu chegaralarni diqqat bilan kuzatib borish lozim. O'ti ijtimoiy sug'urta. To'lanmagan mablag'lar sizning pensiya hisobingizga kiritilmaydi. Agar siz o'z vaqtida va to'liq miqdorda ijtimoiy soliq to'lamasangiz, kelajakda pensiya olish huquqiga ega bo'lmasligingiz yoki uning miqdori sezilarli darajada kamayib ketishi mumkin. Minimal to'lov miqdoriga e'tibor berish muhim. Chunki bu summa yiliga bazaviy hisoblash miqdori o'zgarishi bilan o'zgarib boradi.
Bu shuni anglatadiki, siz har yili ushbu summaning o'zgarishini kuzatib borishingiz va tegishli miqdorda to'lovlarni amalga oshirishingiz lozim. Noaniq jihatlar, qonunda ba'zi faoliyat turlari bo'yicha aniq chegaralar mavjud emas. Masalan, agar o'z-o'zini band qilgan shaxs o'z faoliyatini kengaytirib, bir nechta yordamchi ishchi yollashni istasa, uning maqomi qanday o'zgaradi? Ko'p hollarda yollanma ishchilar soni ortishi bilan u yakka tartibdagi tadbirkorlikka o'tishga majbur bo'ladi. Bu holda uning soliq rejimi va hisobot majburiyatlari ham o'zgaradi. Bunday holatlar uchun qonunning qo'llanishi bo'yicha qo'shimcha tushuntirishlar va me'yoriy hujjatlar kutilmoqda. Shuningdek, kelajakda o'z-o'zini band qilish ro'yxatiga yangi faoliyat turlari qo'shilishi yoki aksincha ba'zi turlar chiqarib tashlanishi mumkin. Bu o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borish muhimdir. Davlat soliq qo'mitasi va Adliya vazirligining rasmiy sahifalarini kuzatish orqali eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Bu qonundan maksimal darajada foydalanish va hech qanday muammosiz qonuniy faoliyat yuritish uchun siz qanday qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Qadam 1. O'zingizning faoliyat turingizni aniqlang. Birinchi navbatda siz o'zingizning hozirgi yoki kelajakdagi faoliyat turingiz yangi qonun bo'yicha o'z-o'zini band qilish ro'yxatiga kirishini aniqlab olishingiz lozim. Buning uchun siz Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytiga soliq kirishingiz yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida o'zini band qilgan shaxs bo'limini topishingiz kerak. U yerda ruxsat etilgan faoliyat turlari ro'yxati joylashtirilgan. Ushbu ro'yxatni diqqat bilan o'rganib chiqing va o'zingizga mos keladigan bandni toping. Agar faoliyat ro'yxatida bo'lmasa, demak sizga boshqa turdagi tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Masalan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida. Qadam 2. Ro'yxatdan o'tish jarayoni. Agar sizning faoliyat turingiz ro'yxatda mavjud bo'lsa, keyingi qadam ro'yxatdan o'tishdir. Bu jarayon noyatda soddalashtirilgan va uni 2 yo'l bilan amalga oshirishingiz mumkin. Soliq mobil ilovasi orqali. Smartfoningizga soliq ilovasini yuklab oling. U Google Play va App Store'da mavjud. Ilovaga kirib o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlang. Keyin shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami kiriting va o'zingizning faoliyat turingizni tanlang. Jarayon bir necha daqiqa ichida amalga oshiriladi va sizga elektron guvohnoma beriladi. Bu guvohnoma yuridik kuchga ega bo'lib, sizning rasmiy maqomingizni tasdiqlaydi. Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali agar mobil ilovadan foydalanishda qiynalsangiz yoki qo'shimcha maslahatlarga ehtiyoj sezilsa, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. U yerdagi xodimlar sizga ro'yxatdan o'tishda yordam berishadi. Buning uchun sizga faqat pasportingiz kerak bo'ladi. Ular sizning ma'lumotlaringizni tizimga kiritishadi va sizga guvohnomani berishadi. Qadam 3. Soliqlar va ijtimoiy to'lovlar. O'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng siz har oyda ijtimoiy soliqni to'lashingiz shart bo'ladi. Bu soliqning minimal miqdori bazaviy hisoblash miqdorining kamida 1 baravarini tashkil etadi. Hozirda 304 ming so'm, lekin bu summa o'zgarishi mumkin. Bu to'lovni siz soliq mobil ilovasi orqali, bank ilovalari orqali yoki bank kassalarida amalga oshirishingiz mumkin. Eng muhimi, to'lovlarni o'z vaqtida har oyning 25 sanasiga qadar amalga oshirishni unutmang. Bu to'lovlar sizning pensiya jamg'armasiga ajratmalar bo'lib hisoblanadi va kelajakda pensiya olishingiz uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Siz hatto minimal miqdordan ko'proq to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Bu esa kelajakda pensiya miqdoringizni oshirishga yordam beradi. Qadam 4. Buxgalteriya va hisobot. O'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun buxgalteriya hisobini yuritish va soliq hisobotlarini topshirish jarayoni juda soddalashtirilgan. Ko'pchilik hollarda sizdan kassa apparati talab qilinmaydi va murakkab hisobotlar topshirishga hojat yo'q. Faqatgina qilingan ishlar va olingan daromadlar haqida yozuvlarni olib borishingiz kifoya. Mobil ilova orqali daromadingizni kiritib borishingiz, hisob kitoblarni amalga oshirishingiz va soliq summasini ko'rishingiz mumkin. Bu juda qulay va vaqtni tejaydi. Qadam 5. Qo'shimcha imkoniyatlar. Rasmiy faoliyat yuritish sizga bir qancha qo'shimcha imkoniyatlarni ochadi. Birinchidan, siz banklardan kredit olishda afzalliklarga ega bo'lasiz. Chunki banklar rasmiy daromadga ega bo'lgan fuqarolarga ishonch bilan qaraydilar. Ikkinchidan, mijozlar orasida obro'yingiz oshadi. Chunki siz qonuniy ravishda ishlayotgan bo'lasiz.
Uchinchidan, siz rasmiy mehnat stajiga ega bo'lasiz. Bu nafaqat pensiya olishda, balki kelajakda davlat tomonidan taqdim etiladigan boshqa ijtimoiy kafolatlardan foydalanishda ham muhim rol o'ynaydi. To'rtinchidan, siz o'zingizni davlat himoyasida his qilasiz. Chunki qonun doirasida faoliyat yuritganingiz uchun davlat sizning huquqlaringizni himoya qilishga majbur bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yangi qonun bu mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishi uchun, har bir fuqaroning farovonligi uchun ochilgan yangi imkoniyatlar eshigi. U ilgari norasmiy ishlashga majbur bo'lgan millionlab fuqarolarga rasmiy maqom, ijtimoiy himoya va kelajakda ishonch berishga qaratilgan. Bu shunchaki bir qonun emas, balki sizning kelajakdagi hayotingizni belgilab beruvchi muhim hujjatdir. Uni o'rganish, tushunish va undan to'g'ri foydalanish har bir fuqaroning vazifasi. Umid qilamanki, bugungi videomiz sizga yangi qonun haqida batafsil ma'lumot berishga va uni tushunishga yordam berdi. Agar sizda bu qonun bo'yicha qandaydir savollar, fikrlar yoki tajribalar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishdan tortinmang. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha